Boshqa insonlarga berayotgan maslahatlaringiz o'zingizga aytilayotganligini bilarmidingiz? Ba'zan boshqa insonga qarab, u juda ham aqlli, ammo ozgina jasorat yetishmaydi. Yoki imkoniyatlari juda ham ko'p, ammo dangasada degan gaplarni aytib qolamiz. Boshqa insonga ishonch berasiz, uni qo'llab-quvvatlaysiz, motivatsion gaplar gapirasiz, lekin u o'z o'rnidan turishni xohlamaydi. Bu holat sizga tanishmi? Boshqa inson sizni ichki imkoniyatlaringizni o'zingizga ko'rsatish uchun ba'zida sizga ko'z yutitadi. Endi rostini ayting, boshqa insonni rivojlantirish uchun o'zingizdan qancha vaqt, qancha energiya sarf qildingiz? Haqiqatan ham rivojlanmoqchi bo'lgan inson sizni yordamingizga muhtoj bo'lmaydi. U shundoq ham ichidan tayyor bo'ladi. Kerak emas kimnidir qutqaraman deb o'zingizni barbod qilish. Qo'llab-quvvatlash kerak bo'lgan inson faqatgina o'zingiz. Energiyangizni, vaqtingizni o'zingizga sarf qiling.